Assalomu alaykum. Sizlar bilan mashhur o'z kanali Sabrina Jabborova Turkiyada operatsiya qilinadigan bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovaning Dilbarim klipida suratga olish jarayonida avtomobil urib ketgan 22 yoshli aktrisa Sabrina Jabborova Turkiyada operatsiya qilinadigan bo'ldi. Bu haqda aktrisa o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan videoda xonandalar Ozoda Nursaidova va Munisa Rizayeva Sabrina bilan uchrashgani aks etgan. 3 kundan beri butun O'zbekiston xalqi men uchun qayg'urib davolanishim uchun kartamga pul tashlayapti. Buning uchun xalqimga katta rahmat demoqchiman. Ertaga onam bilan Turkiyaga uchib ketyapmiz. U yerda turkiyalik professor meni operatsiya qiladi. Borib ko'rikdan o'tganimizdan so'ng ular qancha pul ketishini menga aytishadi. Hamma natijalar sizlar tashlagan pullar evaziga qilinyapti, deydi Sabrina Jabborova. Ozoda Nursaidova esa ko'p narsadan bexabar bo'lgani uchun Sabrinadan uzr so'ragan. Shu kungacha ko'p narsadan mening xabarim yo'q edi. Operatsiyadan keyin oyog'i 7 santimetrga kalta bo'lib qolganini men internetga video chiqqandan keyin bildim. Men to'g'risi reabilitatsiya bo'lyapti deb xursand bo'lganman. Bilaman, bu meni oqlaydigan vaziyat emas. Mana hozir kelib Sabrinani ko'rdim. Vaziyatdan to'liq xabardor bo'lmaganim uchun Sabrinadan uzr so'rayman. Uni endilikda 2-3 bosqichli operatsiya qilish kerak ekan. Xalqimizga Sabrinaning sog'ligiga befarq bo'lmagani uchun katta rahmat aytaman. O'ylaymanki, mushkul operatsiyadan Sabrina eson-omon o'ta oladi, deydi Ozoda Nursaidova. O'z navbatda Munisa Rizayeva aktrisa uchun Turkiyada shifokor izlash jarayoni qanday bo'lgani haqida gapirgan. Turkiyada ko'p vrachlar olmaymiz, dedi. Lekin bir professor olib kelinglar, dedi. Shundan so'ng biz Sabrinaning karta raqamini o'z sahifalarimizda tarqatdik. Juda ko'p insonlar kartaga qo'llaridan kelgancha pul tashlashyapti. Kartada hozir yaxshigina summa yig'ildi. O'sha pullardan biz Turkiyaga aviatsiya oldik. Istanbuldan uy ijaraga oldik. Shifokorlarni gaplashdik. Agar yana Sabrinaga kimdir homiylik qilib yordam bermoqchi bo'lsa, biz xursand bo'lardik, deydi Munisa Rizayeva. Eslatib o'tamiz, jabrlanuvchi aktrisaning murojaatida mashinaning g'ildiraklari uning ustidan 2 marta o'tib ketgani, voqea oqibatida tos suyagi singan, boshqa a'zolari og'ir jarohat olgani aytiladi. Shuningdek, 9 soatli operatsiyadan so'ng bemorning hayoti saqlab qolingani, biroq jarrohlik amaliyoti noto'g'ri bajarilgani oqibatida uning chap oyog'i o'ng oyog'iga 7 santimetr uzunroq bo'lib, qiz nogiron bo'lib qolgani bildirilgan. Qayd etilishicha, ayni vaqtda shifokorlar qizning salomatligini tiklash uchun uning tos suyagini sindirib, suyaklarni to'g'irlash kerakligi, bunday operatsiyalar juda kamdan kam holatlarda muvaffaqiyatli o'tishini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, suratga olish tashkilotchilar va boshqa aybdor shaxslar jabrlanuvchiga yetarlicha yordam ko'rsatmagan. Faqatgina 4 oy davomida filmni suratga olishda texnik qoidalarni buzganligi uchun jarima sifatida $500 to'lab turgan. Mazkur hodisa bo'yicha ish sudga oshirilgan, lekin hali sud jarayoni boshlanmagan. Aktrisa tergovchi unga ish materiallarini taqdim qilmaganini aytgan. Shuningdek, u normal yurish qobiliyatini tiklash uchun chet elda takroriy operatsiya o'tkazish kerakligini aytgan va jamoatchilikdan yordam so'ragan. Oradan ko'p vaqt o'tmay Ozoda Nursaidovaning o'sha klipida ishlagan ijodiy jamoa mazkur vaziyatga izoh berib, aktrisa va uning yaqinlari ulardan uy va mashina talab qilayotganini aytib chiqdi. 4 oy mobaynida mazkur yo'l transport hodisasi sodir bo'lgani haqida lom-lum demay kelayotgan Toshkent shahar ichki ishlar bo'lim boshlig'i aktrisaning murojaati ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgandan keyingina yo'l transport hodisasi haqida axborot berib, 2024-yilning 7-noyabr kuni soat taxminan 13:00larda Mirzo Ulug'bek tumani Yangi O'zbekiston ko'chasida joylashgan avtoturargohning birida haydovchi voyaga yetmagan 2008-yilda tug'ilgan SP Mercedes-Benz rusumli avtomashinada harakatlanib 2 nafar piyodani, 2003-yilda tug'ilgan JS va 2006-yilda tug'ilgan SHni urib yuborgani ma'lum qilingan edi.